Qashqadaryodan oilaviy tashrif buyurdik. To'y o'tkazamiz-ku, baribir bugun sahnadagi qo'shiqlar, jonli ijro boshqacha bo'ladi. Shuning uchun konsertni ko'rish uchun keldik. Yulduz opa, omad. Chunki Ulug'bekning yulduzi barchamizni faxri bo'lib kelyapmiz. Yulduzni qanchalik yaxshi ko'rsangiz, u ham sizni koinot qadar yaxshi ko'rgusidir. Assalomu alaykum qadrli Buxoroliklar YouTube kanali obunachilari hamda kanalimiz mehmonlari. Bugun 27-aprel sanasi 2 kunlik konsert, 2-kundamiz. Buxorolik iste'dodli xonanda Yulduz Turdiyevaning Yakkaxon konsert dasturi uzoq kutilgan muxlislar tomonidan ko'p marotaba iltimos qilib so'ralgan ushbu konsert dasturi va nihoyat xonanda tomonidan taqdim etilmoqda. Albatta Buxoroy Samarqandning xush nafasi, umuman Eron zabonida, Ozarbayjon tilida, bir so'z bilan aytganda turkiy zabonlaridagi eng mohirona go'zal ovozlari bilan zo'r ijroni sizga taqdim eta oladigan Yulduz Turdiyevaning ushbu konsertdan eng qaynoq lahzalarni e'tiboringizga havola etamiz. Shunday ekan, ekran qarsan qulayroq o'rin egallaysiz. Boisi ajoyib videorolik e'tiboringiz markazida. Mana biz Toshkentga Qashqadaryodan oilaviy tashrif buyurdik. Sababi Yulduz Turdiyeva sevimli ashulachi, yaxshi xonanda. Biz shuni ashulalarni yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Shu uchun hammamiz mazza qilib dam olish uchun shu Toshkentga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum ahli Buxoro. Yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Xo'p, bugun biza ko'hna va hamisha navqiron bo'lgan Samarqanddan keldik. Yulduz opamni jonli ijrodagi konsertlarini ko'rish uchun. O'zi har kuni biza deyarli to'yda qo'shiqlarni eshitib, shu qo'shuv bilan ijodlarini ko'rib to'y o'tkazamiz-ku. Baribir bugun sahnadagi qo'shiqlar, jonli ijro boshqacha bo'ladi. Shuning uchun konsertni ko'rish uchun keldik. Yulduz opa, omad. Qarang, bugun Samarqand, Buxoro, turli viloyatlardan hamma sizni ko'rish uchun, eshitish uchun, mazza qilish uchun kelgan. Men ham bugun o'sha Samarqanddagi charchoqlarni chiqarib, bugun mazza qilaman deb kelganman. Sog' bo'linglar.
Buxoroy Sharif qizi, O'zbekistonning bulbuli. Albatta javohir hisoblarmiz. Biz buxoroliklar Yulduzxonimni Ulug'bekning yulduzi deb ataymiz. Chunki Ulug'bekning yulduzi barchamizni faxri bo'lib kelyapmiz. Men ijodkorman va albatta ta'kidlashim kerakki, 13 yoshida, 16 yoshida, 21 yoshida va albatta Fayzi xonadon ko'rsatuvi orqali esa ularning oilalarini men ko'rsatuv tayyorlab, ular haqida ajoyib lavhalarni tayyorlagan insonman. Baxtli insonman. Mana bugun aynan taklifga binoan bugun Buxoroy Sharifdan tashrif buyurdim. Men shaxsan o'z oilam nomidan va albatta Buxoro viloyati teleradio kompaniyasi jamoasi nomidan, butun xalqimiz nomidan tabriklayman. Bilasizmi, Yulduz o'zining mehnati bilan mana shunday bir xalqning hurmatiga sazovor bo'lgan inson va albatta u kishi ustozlarni hurmat qiladi, ota-onasini hurmat qiladi, oila sohibini hurmat qiladi va farzandparvar, shogirdparvar, elparvar qiz sifatida doimo biz uchun 16 yoshda. Yulduzxonim, bugungi ilk konsert dasturi muborak bo'lsin. Barchamiz duodamiz. Hamisha xalq xizmatidan charchamang deymiz. Buxoroliklar nomidan, O'zbekiston xalqi nomidan sizga kuch-quvvat, g'ayrat va ishonch bildiramiz. Sadoqatda bo'ling. Do'stlar, hozir qiziqarli ma'lumotni eshitdik. 6 ta avtobus bilan Sharif yurt Buxorodan ushbu konsert dasturini ko'rish uchun to'planishgan ekan. Bundan juda ham xursandmiz. Yulduz Turdiyevani bugungi konsert dasturlarida nafaqat Buxoro, nafaqat Samarqand, nafaqat O'zbekiston, balkim dunyodan, Eron, Ozarbayjon, xullas dunyoning turli nuqtalaridan ushbu ijodkorning go'zal qo'shiqlariga befarq bo'lmagan insonlar, tomoshabinlar tashrif buyurishgan. Zo'r, ajoyib konsert dasturi bo'lishi kutilmoqda do'stlar. Va mana shu 6 ta avtobus bilan kelinishida Visit Tour kompaniyasining xizmati beqiyos. Sababi malakali haydovchilar yordamida ushbu konsert zalimizga mehmonlarimiz tashrif buyurishdi. Va e'tiborli jihati 300 dan oshiqroq insonlar mana shu Visit Tour kompaniyasining hamkorligi evaziga konsert dasturiga tashrif buyurishgan. Sevgilar bo'ldimi oramizda? Aytamizmi? Xo'rozgina sen bilan erkin bahorman, sevgi senga men qurbonman, bir senga yorman, bir sen bas shuni, senga men qurbonman.
Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, Yulduzxonning muxlislari. Mana shunday muazzam kechada siz Yulduzni alqab, uning chiroyli konsertining muhtaram mehmoni ekaningizdan xursandmiz. Yulduzni qanchalik yaxshi ko'rsangiz, u ham sizni koinot qadar yaxshi ko'rgusidir. Bu muqarrar, hurmatli san'atsevar, yulduzsevar aziz mehmonlar. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Chin san'atga guvohlik uchun tashrif buyurgan umri azizlar, san'atimiz osmonidagi yulduzning aziz va mukarram mehmonlari, barchangizni xush ko'rdik. Qadamlaringizga hasanotlar bo'lsin. Ko'plab Ozarbayjon, tojik tilidagi ko'plab millat qo'shiqlarini kuylaymiz va sozandalarimiz ham buni me'yoriga yetkazishadi. To'g'rimi azizlar? Seni so'raydi men qilishimsa, do'stlarim, sen
sensiz yashashimga afsus bo'lmasın. Muhtam aka Rasulov.
aka boshchiligida go'zal ijodkorlarimiz, olqishlaringiz azizlar. Kayfiyatlarimiz a'lo darajada deb o'ylayman. Yo'qyaptimi dasturimiz? Qanchaliklar bor? Kutilmaganda biz aytmagan edik. Bahodir. Biz duet qo'ylaymiz dedik, ammo konsertimiz shoshilinch bo'lgani uchun ulgurmay qoldik, lekin biz niyat qilganmiz. Mag'riga qo'ylaymiz inshaalloh keyingi dasturda. Tashakkur ziyod Yulduzjon aziz. Bozor muborak shanat konsert. Xudovand hamisha در ehrda hammaga muxlison boshiga, hamisha do'stdori xalq boshiga. Tashakkur ziyod ki неожиданно ularni nomma-nom aytib tursak, siz qo'llab-quvvatlab tursangiz, to'g'rimi? Bugun konsert davomida Yulduzxonning barcha qo'shiqlariga mehr ila javob olgan iste'dodli sozandalar guruhi
loyihasi ishtirokchilariga minnatdorlik bildiramiz. Yulduzxonning bugun shu qadar go'zal ko'rinishlarda o'zlarining mohirona ishlarini amalga oshirgan stilist, vizajist Kamoliddin Nizomov. Nima qilamiz? Yakunlaymizmi yo juft bo'lsinmi? Yakunlayveramiz Yulduzxon. Poyoniga yetibdi. Yakunlayveraymi? Yo'q, to'g'ri tushunyapsizlar. Davom ettiramiz Yulduzxon. Charchamadingizmi Yulduz? Sizni ham ayashimiz kerak. Kech bo'lmadi, ketmaymiz. Qaysi qo'shiqni ijro qilib beraylik azizlarimiz? Nafas. Ustozim, keling, ustozim. Buxoro san'at bilim yurtida tahsil olganman. Eshpo'lat Ortiqov, olqishlaymiz. Ustozlarimda tahsil olgan ustozjon keling. Ustozim, to'xtadim. Nafas, marhamat sizlar uchun. Ay nafas, jonu jigarim ay nafas, ye nigohi noz tu, barayosh nafas, ay nafas, jonu jigarim ay nafas. Noyob ijodkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyeva. Aman bo'linglar azizlar, rahmat. Azizlar, bugun siz bilan surati, siyrati, san'ati go'zal bo'lgan ijodkor, Buxoro farzandi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Turdiyevaning go'zal konsert dasturlarida ishtirok etdik. Barchangizni nomingizdan suyukli san'atkorimizga faqat va faqat omadlar tilab qolamiz. Demak, kelgusi yil nasib etsa yana ko'pdan ko'p kunlarda Yulduzxonning konsertida ko'rishguncha salomat bo'ling. Do'stlar, soat 22:20 mana shu daqiqalarga qadar xonanda Yulduz Turdiyeva tomonidan taqdim etilgan konsert dasturini kuzatdik. Agarda konsert dasturidan qisqacha bo'lsa-da shukuhni sizga taqdim eta olgan bo'lsak, bundan xursandmiz va albatta xudo xolasa tayyor varianti Gold Vision tomonidan suratga olindi va xudo xolasa konsert dasturi tayyor bo'lganda
go'zal shukuhni yanada yorqinroq his qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Mana shu daqiqalarga qadar tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Keyingi videolarda ko'rishguncha.